Seni bilmadimmi? Agar men jigarim to'g'ri kelganda, ikki dunyo rozi bo'lmasdim. Aslida men kasalxonaga bizdan shubhalanmasliklari uchun keldim kasalxonaga. Tushundingmi? Senga aytyapman, bu yerga vaziyatdan chiqib ketish uchun keldik. Tushunyapsanmi? Nima bo'la o'sha boyvacha qiz seni yuragingdan urib qoldimi? Endi unday qila olmaymiz. Bu nima degani? Menga qara. Agar ikkalamizdan bittamiz jigarimiz to'g'ri kelib qolsa, pulli yarmini olamiz deb bu yerdan juftayga rostlaymiz, tushundingmi? Ahmoq bo'lma. Yoki qahramonlarcha halol bo'lmoqchimisan? Xo'sh. Tahlil natijalari Yaxshi chiqdi. sizni jigaringiz bemorimizni jigariga 100% to'g'ri keldi. Shunaqa deng. O'sha va'da. Xohlasang, hoziroq pulli yarmini kartochkaga o'tkazib beraman. Donorlikka rozi bo'lgan ekansiz, operatsiyaga qadar bizni nazoratimizda bo'lasiz. Menga qarang. O'zi hayotda spirtli ichimliklar ichib turasizmi? Ichganda qandoq? Ketini ulamay ichadi. Chekasizmi? Bearmon chekadi. Kalyandan tortib hammasini chekadi. Endi bir hafta bunaqa zararli odatlardan o'zingizni tiyishingiz kerak. Parhez taomlarga o'tasiz. Sizga sog'lom turmush tarzi jadvalini o'zim tuzib beraman. Siz yuring. Peshoning xursini.